Qizlar ko'pchilikda yoz kunlarida qaymoqdan krem tayyorlashga qiynalishadi. Qaymoqni oldin olib kelib qolsa, chirib qolish holatlari, ya'ni achib qolish holatlari bo'ladi. Shu narsani oldini olish uchun sizlarga bugun qaymoqdan zagotovka, krem uchun zagotovka tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi bozor qaymog'i bilan zgushonie молоко kerak bo'ladi. Xohlasangiz zgushonie молокоning o'rniga saxarli pudradan foydalansangiz ham bo'ladi. Qizlar, yana muhim jarayonlardan bittasi, qaymoq tayyorlayotganda ahamiyatli bo'lasizlar. Qaymoqingiz juda ham quyuq ham emas, suyuq ham emas bo'lishi kerak. Shunaqa cho'ziluvchi ham bo'lishi kerak. Mana videoda ko'rayotganingiz kabi. O'shanda kremiga o'xshab chiqadi. Qaymog'imizga zgushonie молокоmizni kerakli grammini solib olamiz. Grammlarini to'liq opisiyaga yozib qoldiraman. Yaxshilab bir xil massa qilib aralashtirib olamiz. Qaymoq bilan zgushonkamizni. Tayyor bo'lgan zagotovkamizni maxsus idishga solib olamiz. Konteynerga solsangiz, qopqog'i yopiladigan. Qopqog'ini yopib, morozilkaga qo'yib qo'yamiz. Xohlagan paytingizda olib, tortlar uchun krem tayyorlasangiz bo'ladi. Ushbu zagotovkani 1 oy davomigacha morozilkada saqlasangiz bo'ladi. Shoshilinch zakazlaringiz bo'lib qolganda bemalol olib krem tayyorlasangiz bo'ladi.